Isroil generali Eronga qarshi urush tugamadi. Isroil dronlar bilan Livan janubiga zarba berdi. Eronda yuzlab odamlar hibsga olinmoqda. Zelenskiy Tramp bilan o'tkazgan uchrashuv. Isroil o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilsa, Eron uni buzmaydi. Makron Rossiya bilan aloqa qilishdan oldin obdon o'ylashga chaqirdi. Janubiy Koreya yangi raketasini sinovdan o'tkazdi. Isroil generali Eronga qarshi urush tugamadi. Eyal Zamirga ko'ra yangi bosqich boshlanmoqda. Asosiy maqsad G'azo nazoratini bartaraf etish. Isroil armiyasi shtabi boshlig'i general Eyal Zamir Eron bilan tinchlik shartnomasi e'lon qilinganiga qaramay, urush hali tugamaganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, urushning faqat bir muhim bosqichi yakunlangan, ammo oldinda yana qator harbiy harakatlar kutilmoqda. Biz muhim bobni yakunladik, ammo Eronga qarshi urush nihoyasiga yetmadi. Hozirgi natijalarga asoslangan holda yangi bosqichga o'tmoqdamiz, deydi Zamir. Uning bayonotiga ko'ra, 12 kun davom etgan harbiy harakatlar Eronning yadroviy va raketa dasturlari jiddiy zararlangan. General Zamir Isroil harbiy kuchlari va front ortidagi boshqaruvni yuqori baholar ekan, bunday misli ko'rilmagan natijalarga qaramay hali tinchlanishga asos yo'qligini ta'kidladi. Uning ta'kidlashicha, hozirgi e'tibor G'azodagi garovga olinganlarni ozod qilish va Hamas boshqaruvini taktomir bilan yo'q qilishga qaratiladi. Isroil dronlar bilan Livan janubiga zarba berdi. Isroil armiyasi Livan janubiga Nabatiya provinsiyasining Bint Jebel tumanida joylashgan Ayta Ashshab qishlog'i yaqinida uchuvchisiz samolyotlar bilan zarba berdi. Bu haqda Livan milliy agentligi xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, zarba tamaki ekiladigan maydonlar yaqinida o'tkazilgan. Hujum oqibatida hech kim jabrlanmagan. 24-iyun kuni xuddi shu viloyatning Keferdejal qishlog'iga Isroil uchuvchisiz samolyotining xuddi shunday hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan edi. Isroil va Livan o'rtasida 2024-yilning 27-noyabr kuni kuchga kirgan otash kesmiga qaramay, Isroil armiyasi mamlakat janubida deyarli har kuni havo va quruqlik amaliyotlarini davom ettirmoqda. O't ochishni to'xtatish kelishuvi boshlanganidan beri Livan tomoniga ko'ra, Isroil 3000 ga yaqin qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan. Bu davrda kamida 213 kishi halok bo'ldi, 508 kishi yaralandi. Isroil armiyasi Livan janubidan qisman chiqib ketgan bo'lsa-da, so'nggi janglarda qo'lga kiritilgan 5 ta strategik balandlikni ushlab turishda davom etmoqda. Isroilning 2023-yil 8-oktyabrida Livan hujumlari boshlanganidan buyon 2024-yil 23-sentyabrigacha to'liq miqyosli urushga aylangunga qadar mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra 400 dan ortiq odam halok bo'lgan va 17 mingga yaqin kishi yaralangan. Eronda yuzlab odamlar hibsga olinmoqda. Eron hukumati yuzlab odamlarni Isroil foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilib hibsga oldi. Ulardan 5 tasi allaqachon qatl etilgan. Eron Isroil urushi boshlanganidan buyon so'nggi 2 hafta ichida rasmiy Tehron Isroil bilan aloqadorlikda gumon qilingan 700 dan ortiq odamni hibsga oldi deb xabar bermoqda Eron davlat matbuoti. Yakshanbadan beri 5 kishi osilgan. Ulardan 3 tasi chorshanba kuni ertalab qatl etilgan. Eron hukumati ularni Mossad agentlari deb ataydi. Ommaviy axborot xabarlariga ko'ra, ularning barchasi sionistik rejimga hamkorlik qilishda, xususan keyinchalik nomi oshkor etilmagan yuqori martabali amaldorlarga suiqasd qilishda qo'llaniladigan uskunalar kontrabandasida ayblagan. Zelenskiy Tramp bilan o'tkazgan uchrashuv. Ukraina yetakchisi AQSh prezidentini Yaqin Sharqda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan operatsiya bilan tabriklab, Qo'shma Shtatlarning harakatlari Erondagi dronlarni ishlab chiqarish salohiyatini ham susaytirganini ta'kidladi. Prezident Tramp bilan xalqimizni himoya qilishni muhokama qildik. Avvalo shaharlarimiz, odamlarimiz, cherkovlarimiz va infratuzilmalarimizni himoya qilish uchun Qo'shma Shtatlarning havo mudofaasi tizimlarini sotib olish masalasi haqida gaplashdik. Ukraina bu uskunalarni sotib olishga va Amerika qurol ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Yevropa ham bu jarayonda yordam berishi mumkin. Shuningdek, dronlarni birgalikda ishlab chiqarish imkoniyatlari haqida ham gaplashdik. Biz bir-birimizni kuchaytira olamiz, deydi Zelenskiy. Ukraina rahbari shuningdek Trampga Istanbulda Rossiya delegatsiyasi bilan o'tgan muzokaralar, asirlar va halok bo'lganlarni almashish jarayonlari haqida ham ma'lumot berganini aytdi. Unga ko'ra, Rossiya hatto o'zini halok bo'lgan harbiylari jasadlarini Ukrainaga topshirgan holatlar aniqlandi. Frontdagi vaziyat haqida ham gaplashdik. Putin jang maydonida g'alaba qozonayotgani yo'q. Prezident Trampga frontda aslida nimalar bo'layotgani bo'yicha aniq faktlar taqdim qildim, deya qo'shimcha qiladi Zelenskiy. Isroil o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilsa, Eron uni buzmaydi. Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian Malayziya bosh vaziri Anvar Ibrohim va Ummon sultoni Haysam ibn Tariq ibn Taymur as-Said bilan alohida telefon orqali muloqot qildi, deya xabar beradi Anadolu agentligi. Agar sionistik rejim sulh bitimini buzmasa, Eron ham uni buzmaydi. Biz muzokaralar stolida Eron xalqining qonuniy huquqlarini himoya qilishga tayyormiz, deydi Pezeshkian. Eron rasmiy axborot agentligi IRNA xabariga ko'ra, bosh vazir Anvar
Payg'ambar Ibrohim Isroilni yadroviy qurollarni tarqatmaslik rejimiga nisbatan pozitsiyasini tanqid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroilning to'liq yadroviy salohiyatiga ega bo'lgan holda boshqa mamlakatlarni huquqlaridan mahrum etishga urinishlar mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Prezident Pezeshkian Sulton Haysam ibn Tariq bilan suhbat chog'ida tinch mintaqa yaratish mumkinligini aytdi. Birgalikda harakat qilish orqali biz urush va mojarolardan xoli, tinch va barqarorlik hukm suradigan, taraqqiyotga erishiladigan mintaqa yaratishimiz mumkin, deydi u. Shuningdek, prezident AQShning Isroilning harbiy agressiyasiga to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi Eronni javob choralarini ko'rishga majbur qilganini ta'kidladi. Ummon sultoni Haysam ibn Tariq Eronning Qatarga hujum qilish niyati yo'qligini bilishini aytdi. Ummon va mintaqadagi boshqa qardosh davlatlar Eron xalqi huquqlarini himoya qilish yo'lidagi sa'y-harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaydi, deydi Haysam ibn Tariq. Makron Rossiya bilan aloqa qilishdan oldin obdon o'ylashga chaqirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron NATOning Ga shahridagi sammit doirasida Yevropani Rossiya bilan kelajakda muloqot qilishdan oldin yaxshilab o'ylab olishga chaqirdi. Bu haqda Fransiya rahbari jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda so'z ochdi. Uning ta'kidlashicha, Yevropa mamlakatlari doimiy ziddiyat holatida yashashi mumkin emas. Hozirda Rossiyadan qurollanish jihatidan orqada qolayotgan Yevropa o'z xavfsizligini ta'minlash uchun qurollanishi kerak. Lekin shu bilan birga kelajakdagi xavfsizlik arxitekturasi, yashash sharoitlari va Rossiya bilan qanday dialog olib borilishi haqida o'ylab qo'yishi lozim. Uning fikricha, bu xavfsizlik kafolatlari xuddi sovuq urush davridagidek qurol-yarog' tarqalinishi va qurollanish hajmini cheklashni o'z ichiga olishi kerak. Shuning uchun biz hammamiz o'zimizni himoya qilish uchun qanday chegaragacha borishga tayyormiz va Rossiya bilan qanday shartlarda muloqot olib borishimiz mumkinligi haqida qayta o'ylab ko'rishimiz zarur, degan Fransiya rahbari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rossiyaning NATOga hujum qilish niyati borligi haqidagi da'volarni butkul yolg'on deb atagan. Kremlga ko'ra, NATO davlatlari ichki birdamlikni saqlab qolish va harbiy budjetlarni oqlash maqsadida Rossiyani master sifatida ko'rishga urinmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa global xavfsizlik tizimini buzilishi uchun NATO siyosatini aybladi. U AQShni bir necha yadro va raketa nazorati bo'yicha xalqaro shartnomalardan chiqishda ayblab, ularning harakatlarini strategik barqarorlikka katta zarar yetkazganini aytdi. Janubiy Koreya yangi raketasini sinovdan o'tkazdi. Janubiy Koreya hozirda ishlab chiqilayotgan o'zini uzoq masofali havo-yer boshqariladigan raketasini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Bu haqda Mudofaa sotib olish agentligi rasmiylarga tayanib, Yonhap axborot agentligi xabar berdi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, sinovlardan ko'zlangan asosiy maqsad raketani funksionalligini buzmagan holda samolyotlardan xavfsiz tarzda ajratish qobiliyatini tekshirish edi. Sinovlar muvaffaqiyatli deb topildi. DAPA vakillarining qayd etishicha, uchirish 2018-yilda boshlangan uzoq masofali raketalarni yaratish dasturining muhim bosqichi bo'ldi. Raketani yuqori aniqlikdagi zarbalar uchun KF-21 ko'p maqsadli qiruvchi samolyotlari arsenaliga birlashtirish rejalashtirilgan. Raketa 2027-yilga mo'ljallangan KF-21 bilan to'liq miqyosdagi integratsiya sinovidan oldin yengil hujumchi FA-50 samolyoti yordamida qo'shimcha sinovdan o'tadi, deydi rasmiylar.